Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Demak, sizlar bilan iqtidor biolog kitobidagi poliploida mavzusiga doir masala tahlilini boshlaymiz. Birinchi masala. Bug'doy o'simligi boshog'ini qizil rangi, oq rangi ustidan dominantlik qiladi. Qizil rang dominant, oq rang retsessiv. Heterozigota holatda bug'doyda avtopoliploida hodisasi kuzatildi. Natijada uning genotipi 2N dan 4N ga o'tdi. Mutatsiya uchragan o'simlik o'z-o'zini changlantirdi. Umumiy avlodlar soni 7200 ta. Avlodda qizil rangli o'simliklar sonini toping. Demak, bundan ikkalasi o'zaro nima qilingan ekan? Chatishtirilgan. Biz poliploidiya mavzusida o'tganmiz. 4n 2 ga jetamiz. 2n va 2n ga jetamiz. Demak, bundan gamet olamiz. Demak, katta, kichkina, kichkina. Bundan ham gamet olamiz. Endi ikkita kattani birga kelish ehtimolligi 1 ga teng. Bitta kattani ikkitadan bittasini olish uchun ikkita imkoniyatimiz bor. Ikkita kichkinadan bittasini olish uchun ham ikkita imkoniyatimiz bor. Demak, 2 ni ko'paytirsak 4. Bu ham 1. Qani necha bo'ladi? 4 bo'ladi. O'zaro nima qilamiz endi? Chatishtirib chiqamiz. To'rt kara 4 16. Demak, 1 4 1 6 ta 4 16 4 20 4 ta 1 4 1 6 ta jami 36. Demak, 36 tamiz 7200 ta bo'lganda bizda qizil ranglilar 35 ta, faqat bittasi nima? Oq rang bo'ladi. Teng 7000 ta. Endi ikkinchi misolimiz xuddi shunday, faqatgina umumiy avlodlar soni 14400 dan tashkil qilsa, avlodda oq rangli o'simliklar sonini toping deyapti. Demak, ikkinchi misolimiz 36 tamisi 14400 ta bo'lsa, oq ranglilar nechta bizda? Bitta. Bittasi qancha? 400 ta. Keyingi misolimiz 3. Yana bug'doy o'simlik boshining qizil rangi yana dominant. Oq rang retsessiv. Yana heterozigota holatdan 4n holatga o'tgan. Ya'ni 2n dan 4n ga o'tgan. Mutatsiya uchramagan o'simlik bilan chatishtirildi. Avlodda 24 mingta avlod hosil bo'ldi. Avlodda oq rangli o'simliklar hosil bo'lish ehtimolligini toping. Demak, mutatsiyaga uchragan, uchramagan o'zaro chatishtirilgan. Buni gametdan olamiz.
Bundan gamet olamiz. 1 4 1. Demak 2 8 2 jami 12 ta. Demak 12 tasi 24 mingta. Buganda bizda nimani so'rayapti? Oq ranglilar nechta? Bitta. Teng 2000 ta. Xo'sh, endi 4-masala ham xuddi shunday, faqatgina bizdan nimani so'rayapti? Avlodda qizil rangli o'simliklar hosil bo'lish ehtimolligini toping. Faqat son o'zgargan. Yana 12 tasi xo'sh 48 mingta avlod hosil bo'lgan. Qizillar esa 11 ta. Teng 44 ming. Keyingi masalamiz 5-chi. Masala. Endi bug'doy o'sim boshini qizil rang yana dominant. Oq rang retsessiv. Heterozigota bug'doy poliploidiy hodisa kuzatildi. Natijada uning genotipi 2N dan 3N holatga o'tdi. Muddati uchragan o'simlik muddati uchramagan o'simlik bilan chatishtirildi. Ya'ni mana bu holatdan mana bu holatga o'tgan. 2N dan 3N holatga o'tgan. Natijada ushbu organizm muddati uchramagan organizm bilan o'zaro chatishtirilgan. Endi 3N dan 2 xil olamiz gametda. 2N va N holatda olamiz. Demak, bundan gamet olsak bunday holat hosil bo'ladi. Bundan gamet olamiz. Katta keladi. Katta kichkina, kattani o'zi, kichkinani o'zi. Bu 1, bu 2, 1 bo'ladi. Endi o'zaro chatishtirib chiqamiz. Endi 2 4 2 jami 12 ta. Demak 12 tasi 12 mingta ekan. Xo'sh, bizdan avlodda qizil rangli o'simliklar nechta olinganini toping. Qizil rangli bizda 11 ta. Teng 11 mingta. Endi 6-masalam xuddi shunga o'xshash, faqatgina son o'zgargan, so'rayotgan narsasi o'zgargan. Ya'ni 6-masala 12 tasi 24 mingta. Oq ranglilar esa bitta. Teng 2000. Keyingi masalamiz 7. Yana qizil rangi dominant. Oq rang retsessiv. Ya'ni heterozigota holatdan, ya'ni 2N dan 3N holatga o'tgan.
muttasi uchragan o'simliklar o'zaro chatishtirilgan. Bundan gamet olamiz. Ya'ni uchini ajratdik 2n'ga va n'ga. Katta B, katta B, katta B, kichkina B, katta B, kichkina B. Yani 1, bu 2, 2, 1. Bundan ham xuddi shunday. Bir, ikki, ikki. Endi o'zaro nima qilamiz? Chatishtirib chiqamiz. Yani quyidagi organizmlar hosil bo'lyapti. Demak, 1, 2, 2, 1. 4, 6 jami 2, 2, 4, 8, 12. 2, 2, 4, 8, 12. Bundan nimasi? 6 ta hosil bo'lyapti. Jami 24, 30, 36. Demak 36 tamiz jami 3600 ta ekan. Xo'sh, avlodda qizil rang o'simliklar hosil bo'lishini toping. Demak, qizil ranglar bizda nechta? 35 ta. Teng 3500. 8-chi masalamiz ham xuddi shunday, faqat son o'zgargan va so'rayotgan narsasi o'zgargan. Ya'ni 8 36 tasi teng 10800 ga teng. Avlodda oq ranglilar nechta? Bizda oq ranglilar faqat bitta. Teng 300. Keyingi masalamiz 9. Degani poyasini uzunligini ta'minlaydi. Demak, poyasi uzun bo'lsa, dominant, kalta bo'lsa, retsessiv ekan. Xo'sh, endi bo'yicha heterozigota o'simliklar o'zaro chatishtirishdan avval mutatsiya tufayli, ya'ni mana bu holatdan, ya'ni ikkinchi holatdan uchinchi holatga o'tgan. Bu birinchi o'simlik, ikkinchi o'simlik ikkinchi holatdan to'rtinchi holatga o'tgan. Bu holatdan to'rtinchi holatga o'tgan. Va o'z-o'zidan chatishtirilib avlodda 720 ta organizm hosil bo'lgan. Olindi. Avlodda dominant belgili organizmlar nechta? Demak, ushbu organizmlar
o'zaro nima qilingan ekan? Chatishtirilgan. Endi bundan g'amata olsak, kattada kattada, katta kichkina, kichkina kichkina. 1 4 1 bo'ladi. Bundan g'amata olamiz. Kattada kattada, katta kichkina, katta kichkina. Demak 1 2 2 1 bo'ladi. Endi o'zaro nima qilamiz? Chatishtirib chiqamiz. Endi 4 kara 2 8. Yana 8 kattada kattada kichkina. 4 kattada katta kichkina kichkina. Undan 2 kattada kichkina deylar. 2 kattada kichkina kichkina. Kichkina kichkina kichkina. Demak 1 4 1 ya'ni 6 ta 10 12 10 12 5 6. Demak qo'shib chiqsak 36 ta. Demak 36 tamiz 720. Bizda dominant belgili organizmlar esa 35 ta. Teng 700. Endi 10-misol ham xuddi shunday, faqat bizda son o'zgargan va so'rayotgan narsasi o'zgargan. Ya'ni 10-masala 36 tasi 2160 ta, retsessiv esa bitta. Teng 60.